Xo'p, assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, qadrli dakan ishqibozlar, parvozga ko'klar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mana o'sha Nodirbek parvozni oldiga kelganmiz. O'rtoqlar, bugun jicha xafagarchilik bilan gapiraman. Kecha ham videoda aytdim, ko'p tushuntiryapman. Akalar, xo'roz olgan bo'lsalaring, zakrat tashlagan bo'lsalaring, 2-3 kun yoki bir hafta deyiladi. Ertaga degandan keyin ertasiga javob qilib qo'yish kerak, to'g'rimi Nodirbek? Bu xo'rozni juda ko'pchilikka Nodirbek bermadi, to'g'risi. Chunki o'sha videoga ikkalamiz nomerimiz qo'ygandikda, juda ko'p savdo bo'ldi. Bu kishi parvoz unaqa savdoga yo'q, haqiqiy xonshinamanda odam. Sot yurmaganda, endi birinchi marta men kelib chiqardim. Haligi shalpanlarni olganimda majbur chiqarib yubordim, to'g'rimi? Bitta makiyonini oldim, xudoga shukr, baraka topdi. Yerga qo'yavering. Bu 15 oylikmidi? 15 oylik. 15 oylik. Yamas bo'lganda, to'g'rimi? Bu o'ynamagan, lekin bekorchilarni ko'rib zot olingan. Bu toza Koreya bilan Turk makiyondan chiqqan-a? Xuddi shunday. Xuddi shunday otalarini qo'shatdik. Yana xudo xolisa vaqtimiz bo'lsa borib otalarini yana bir takror qo'lga o'sha video qilib ketamiz. Otasini o'zi chiqqan ekan, to'g'rimi? Hamma yo'q zo'r. 5 kilolar bu tulak, 5 kilo chiqishi ham mumkin, chiqmasligi ham mumkin. 5 kilodan oshiq bo'lishi ham 5 mumkin. kilo chiqqan. Chunki juda ham yirik narsa. Xullas bu sotilgan, 500 ming zakrat tashalgan. Kecha ham video qildim aka. Ertaga chiqarib yuborasiz, bo'lmasa o'zim olib kelaman deyilganda, endi bu odamga sotildi, bo'l javob deb xo'rozni uyimga olib ketganman. Chunki Nodirbek sotib olsa, men odamning oldida bebur to'p qolaman deganman-da. Mana hozir Nodirbekning oldida xijolatli bo'lib, shuncha xaridorga bermadi, lekin xo'roz sog'-salomat, nabir sayrab, juda ham chiroyli bo'lib qoldi. Makiyonlar bilan yurib, bu makiyon ham ko'rmagan ekan oldin-a? Anchadan beri. Zo'r xudo xolasa. Toza xo'roz. $300 narxi hali ham qo'shganimiz yo'q. Birinchi videoda aytganimizdek, yo'lkira pulkira pochtasiga o'tib beriladi, xudo xolasa. Aloqaga chiqasizlar. Moshni xudo xolasa, xo'roz. Joning sog' bo'lsin. Zo'r xo'roz bu, xudo xolasa. Moshni. O'ynasa ham bo'laveradi, Nodirbek, to'g'rimi? Prosta men deganim haligi shunday yaxshi xo'rozni mana shu sog'lom holatida bola olish kerak-da. Shuni aytaman ko'pchilikka. O sayrashni boshladi bu xolos. O'ta baquvvat bellari ham. Eslaringda bo'lsa, bu yerda shalponni olgani kelganimda, ikkita makiyon olganman. Tulak xo'roz bor edi, yoshi ketgan edi bu ham. Qaysi oy edi u? Bu ham mahnaqa, shuni haligisi. Mashina ham tanasi, prosta bo'yi ancha katta, ancha yirik bu. Yirik, va? Uni ham bitta ko'rsataylik obunachilarga, tomoshaga bir. Ha, ko'rsataveramiz. Mana o'rtoqlar, bu xo'rozni mana tomonga qo'ydik, nariga katta xo'rozni olamiz hozir. O'ta moshni zot bular. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Makiyonga qo'shib unta tuxum olsa ham pul chiqib ketadigan xo'rozlar o'rtoqlar. Buni tushungan odam, qadriga yetgan odam oladi. Omadini bersin. Voy joning sog' bo'lgur, mana xo'roz o'rtoqlar. Xudo xolasa Pashti bir xil. Rangi ham, dumlarini oqligi ham, qanotlarini oqligi ham prosta bu yirik. Yirik chiqqan. Bu necha kilo hozir Nodirbek? Hozir 5 kilo 200. 5 kilo 200, ha? Ancha yirik bu. Xudo xolasa 5 kilo 200. Dumlari ham. Bu tayyormasa? Yo'q, boqish kerak. Qancha boqishadi hamina? 15 kun. Bitta bekor qilib 15 kun boqsa bo'ldi. Gap yo'q. Tayyor. Qo'yaveringchi. Mana o'rtoqlar. Kerak xo'roz ishqibozlari mana xo'rozni narxiga kelsa beriladi buni. To'g'risi unaqa uncha narx aytmaymiz, to'g'rimi? Joning sog' bo'lgur. Moshni. Mana shunday o'rtoqlar. Xo'rozga ishqiboz bo'lgan odam o'sha shalpangni oldim-ku, minglab aloqaga chiqdi o'sha kunlari. To'g'risi endi sotilmaydi bu bolaga deganimizga xijolat qildim. Juda ko'pchilik olib bering. Hatto bir kishi bilan baraka ham qo'yar edik-da. Ertalabga yaxshi u kishi pul qilolmadi. O'zi olib ketardim. Xo'rozni o'zi ishqibozi men birinchi o'rinda pul qilsam, xudo xolasa, nasib qilsa aloqaga chiqasizlar. $500 deymiz. Pochta yo'lkira haqi bo'ladi bari. Realni mana hozir o'zingiz jurangizni ko'tarib turibsiz xo'rozingizni. Bu yutganmi? Tolib ketdi hozir. Yutganmi, yutmaganmi? Shuni ayting. U yutgan. Nechta yutgan? Ikkita yutug'i bor. Yutganda ham jo'jaligida tulakni yutgan. Gap yo'q. Barakasini bersin. Bu katta yirikligi uchun jo'ja topib bo'lmagan.
Mana qo'yat. Bu makonlar tuxum kirmadi hali. Bu yoqda uni. Mana buni turk. Bunisi to'yaptimi? Yaxshi makon-a bular ha? Turkman zo'r. Bunisi kar. Bunisi kariya, bunisi turk makon. Hozirda katta tulak qizi. Qizimi? Xudo xolasi kelajagi zo'r bo'lar ekan, oyoq qo'llari uzun ekan juda. Qarasa uzun ekan, pilotkali. Parlari ham bardovoy chiqyapti ekan, o xo'rozni qarang, moshinada. Joning sog' bo'lsin. Harigi stuyapti. Bunisi to'yapti. Kelib qoldi, bu ham yaqinlashib qopti. Gaz ham turibdi, tulakka to'tgan gazini ko'rib uzunligini. O'ta go'zal. Xo'roz maza qilyapti ko'pchilikka qo'shilib. Xullas hozir yana buni akalarinikida zotlar bor. Ularni ham bir qator tomosha qilamiz. Tomosha qilishga arziydi o'rtoqlar. Bitta like bosib qo'yasizlar mehnat uchun. Davom etamiz. Mana o'rtoqlar ikkinchi. Akangiz uyimmi? Akam deydi. Yetib keldik mana o'rtoqlar. Yo'q. Mana o'rtoqlar sekin kirib xorozlarni tomosha qilib qo'yamiz endi. Gap so'z yo'q. Ko'pmi xo'roz baydash qilib? Dagi uzun ulug' ha bu. Joningdan zo'r chiqqan ekan. Uni bir tashlaganingizda yutib qo'yib qo'ydim. Shu bu aka 2-iyulda chiqqan. Nasida? Kechki ekanda. Qo'yib yuboringchi. O'ta zo'r-ku ha. Hamda esa aylanadigan bo'pti o'sha. Hali chaqirmadi. Endi 2 kun chaqirish boshlagan, o'zligiga chaqirib oldi. Voy mashallah. Zo'r ekan. U yorroqqa olingchi, yorroqqa. Bu ham o'sha katta ko'tarish kerak. Hozirgi vazni ham kichkina emas shekilli. 4 kilodan og'ir hozir. 4 kilodan og'ir. Bu mashincha ham piqi yo'q ekan, ha? Nima qilaman? Gap so'z yo'q. Juda zo'r ekan, ha, xudo xolasa. O'ta zo'r. Bu ham 5 kilo bo'lar ekanmi-da, ha? 5 kilodan o'tib ketadi. O'tib ketadimi? 5 kilodan o'tar ekan bu ham. Bu hozir sherigi makiyam bor, ha? Makiyani bor. U qo'shib qo'yilganmi bunga? Hamtana. Hamtanasi, ha. Zerikib qolmasin deb chiqdim. Zerikib qolmasin deb bu yoqqa olib chiqib qo'yilgan, ha. Gap yo'q. Mana o'rtoqlar bolasini ham ko'rdik. Boshqa xorozlar hozircha yo'q abeydi, ha? Yo'q, hozircha yo'q. Hamtana, voy, gazning uzunligi. Shuni hamtanasimi? Shu hamtanasi o'shani bolasi. Makiyam bilan xo'roz bir xil ekan, ha? Ko'ring. Kalla, ko'z, tumshuq, parhami yo'q bir xil ekan, ha? Ganoy. Ena Ganoy, otasi Karis. Ota shu uyda karis. Mana oyoqlari o'rtoqlar. Bu onasi Ganoy ekan, o'sha uyda turgan Ganoy makiyon, to'g'rimi? Otasi o'sha Koreya haligi katta xo'roz. Gapi o'rtoqlar, Alloh barakasini bersin. Xo'roz zo'r ekan. Buni boqqan odam maza qiladi. Hali yosh, polapon. Katta bo'lib ketadi, xudo xolasa o'rtoqlar. Makiyonni qarang ham tanasini. Endi bularga alohida hal qilish kerak-a? Makiyonga alohida xo'roz qo'shish kerak endi. Bu xo'rozga boshqa makiyon qo'shib qo'yish kerak. Ha, xo'rozni ham hozir xo'roz yigit bo'lib qolib tashda, bosadigan bu. Yelkasini ko'ring. O'ta bag'vat chiqadi u. Ishta yaxshi o'tlar deyapti mana. Bug'doy, gazon, pazon shunaqa shekilli. Arpa shekilli bu. Arpa ko'rganda. Zo'r ko'z tegmasin. Mana akalar, bu ko'kim to'yimiz, xudo xolasa. To'g'risi akalar, realni aytaman, bu ham savdo bo'lgan zaklab tushgan qo'qon akalarimiz keldi hozir. Kech bo'lganda video qilyapman, qo'shib ketaman. Buni yoqtirishdi. Boshqa jo'jani ko'rib qolishdi. Endi bu yoshdan o'tgan, buni yaxshi ko'rib, yo'lini ko'rib bizga bo'ldi, o'tdi deyishgan. Kelib bitta jo'ja yoqtirib qolishdi. Qimmatroq bo'lsa ham jo'ja olib ketib qolishdi-da. Shuning uchun mayli buni endi 300 dollar bo'lish degandik, 300 ga baraka qilgandik. 300 dan o'tib yuraveramiz, Nodirbek, ha? O'tib yuraveramiz. Chunki bitta yaxshi jo'ja bor edi, iyunda chiqqan, yirigroq edi, uni olib ketib qolishdi. Mana buni o'ta toza chiqqan endi ham. Koreya zotlardan. Olgan odam baraka topadigan xolos. Bekorsiz Telegram kanalda bor, qaytadan tashlab berishim mumkin. Sog' bo'lasizlar.